Assalomu alaykum Azbek. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin uka. Umringiz uzoq bo'lsin, tanijoningiz sog' bo'lsin. Bunaqa quvonchli kunlarda ko'p yillar oila davrasida, yaqinlar davrasida kutib olib nishonlashlik sizga nasib qilsin. Hamisha farzandlaringizga, oilangizga bosh bo'lib yuring. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Alloh hamisha omadingizni bersin. Tabriklayman yana bir bor. Avvalambor assalomu alaykum. Mana bugun biz ukamiz Azizbekning tug'ilgan kunlari ekan. Umri uzoq bo'lsin. Moskvada ishlayib yuribdi ukamiz. Ilohim bundanda martabasi katta bo'lsin, ota-onasini baxtiga sog' bo'lsin. Xudo xolisa kelgan to'ylarda xizmatda bo'laylik. Umri uzoq bo'lsin, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun bizni qadrdon ukamiz Oqko'ngil.uz saytining admini Azizbekning tug'ilgan kunlari ekan. Azizbek, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Oila bola chaqa, ota-ona, qavmi qarindosh, yor birodar, do'stlaringiz baxtiga sog' salomat bo'ling. 100 yoshlarga kiring. Sizni samimiy istiqdildan oila xonadonim nomidan, qolaversa shaxsan o'zimning nomimdan chin yurakdan tabriklayman ukam. Hurmat va ehtirom ila Qirg'iziston Respublikasi O'sh shahridan Tohir Madrahimov. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz podpисчиклар. Mana bugun qadrdon akamiz Oqko'ngil kanalini admini Azbek akamiz tug'ilgan kunlar. Aka, umringiz uzoq bo'lsin, bunaqa yoshlardan ilohim juda ko'pini ko'ring. Nimaiki orzu niyatlar qilgan bo'lsangiz, Alloh so'raganingizdan ham ziyoda qilib bersin ilohim. Oilangiz, yaqinlaringiz baxtiga sog' bo'ling aka. Umringiz uzoq bo'lsin aka. Assalomu alaykum qiyomatli do'stim, qadrdonim, oqko'ngil do'stim Azizbekjon, shukrona kunlar muborak bo'lsin. Bu yoshlardan ko'pini ko'rib yuring. Ilohim qadrdonchiligimiz, aka-ukachiligimiz, do'stligimiz qiyomatgacha bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Bu yoshlardan ko'pini ko'rib yuring. Xudo xolasa 100 yoshga kirganingizda biz bor o'g'lingizda xizmat qilish nasib bo'lsin bizga. Salomat bo'ling, yaxshi kunlarda hamisha birga bo'laylik do'stim. Sog' bo'ling, shukrona kunlar muborak bo'lsin yana bir bor. Salomat bo'ling. Shaytonga qo'g'irchoq bo'lmasang bo'ldi. Hajga bir bormasdan so'lmasang bo'ldi. Faqat mendan oldin o'lmasang bo'ldi. Bu jonim ham axir omonatli do'st. Boringga ming shukr, qiyomatli do'st. Boringga ming shukr, qiyomatli do'st. Assalomu alaykum. Oqko'ngil.uz YouTube kanalini muxlislari, hammangizga yaxshi kayfiyat. Oqko'ngil.uz YouTube kanalini kuzatishda davom etamiz. Dil tortar qo'shiqlar, do'stlik haqida, mehr-oqibat, tarbiyaviy yaxshi kayfiyat ulashuvchi ko'rsatuvlar bari Oqko'ngil.uzda. Qolaversa, bugun Oqko'ngil.uz YouTube kanalini admini Azizbek uka xonimning tug'ilgan kuni ekan. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Nimaiki yaxshiliklardan niyatlaringiz bo'lsa Alloh nasib etsin. Bariga yetishib yurishlikni Alloh nasib etsin ukajon. Ishlarga rivoj, omad. Assalomu alaykum. Oqko'ngil.uz kanalining rahbari Azizbek. Bugun tavallud topgan kuningiz ekan, chin yurakdan tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Shu YouTube'da, Telegramda, Instagramda aktivligingiz hech qachon g'ayrati so'nmasin. Men bizdan yana bir bor tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Bizga ham yangiliklarimizni muxlislarimizga yetkazib berishlikda charchamang. Omad doim yor bo'lsin. Baxtliliklar bundan-da ko'p bo'lsin. Azizbek, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Chin yurakdan tabriklayman. Hurmat bilan G'anisher Abdullayev. Assalomu alaykum qadrdonlar, hammaga kun muborak bo'lsin deymiz. Mana bugun bizni qadrdon ukajonimiz Oqko'ngil.uz kanalining admini Azizbek ukamizni tavallud ayyomlari ekan. Ukamizga omad, baxt tilaymiz. Ilohim farzandlari, ota-onalari baxtiga ilohim baxtli bo'lsinlar. Doim shunaqangi yosharib, biz san'atkorlarni qo'llab-quvvatlab yurishlarini tilab qolamiz. Alloh umringizni uzoq qilsin. Sog' bo'ling Azizbek.
ingizga barno buncha yaqinsan ko'zga bugun husni chiroy yuzga barno buncha yaqinsan ko'zga rostini aytsam ojizman so'zga qadah tutar yosh yog'igul erkam bugun sen tug'ilgan kun qadah tutar yosh yog'igul erkam bugun sen tug'ilgan kun ayyom muborak bo'lsin Azizbek, omon bo'ling. Assalomu alaykum, xayrli kech hammaga. Bugun bizni qadrdon ukamiz YouTube'da Oq ko'ngil YouTube kanalini yurituvchi biz ukamiz Azizbek tavallud kunlari ekan. Ukajon, shukrona kunlar muborak bo'lsin deymiz. Yaxshi kunlaringiz davomiy bo'lsin, boqiy bo'lsin. Yaxshi kunlaringizda biz ham yoningizda turishingiz nasib qilsin deb niyat qilamiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Kamina Ravshanbek Tojimatov chin ko'ngildan tabriklaydi. Azizbek, rahmat, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling, rahmat bo'ling. Azizbek, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Bunaqa tug'ilgan kunlar 5-6tasini ko'rib yuring. Sog' bo'ling, rahmat. Tabriklayman chin qalbimdan Azizbek. Assalomu alaykum Azizbek, yaxshimisiz? Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin ukajon. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring, o'ylagan barcha ezgu niyatlaringizga Parvardigori yetkazsin. Oq ko'ngil.uz kanali muxlislari bundan da ko'paysin. Hurmat bilan Shuhratjon Hasanov. Assalomu alaykum Azizbek, omonmisiz? Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin ukam. Oilangiz baxtiga, yaqinlaringiz baxtiga omon bo'ling. Oq ko'ngil YouTube, Instagram, Telegram barcha tarmoqlarda xalqimizga beminnat xizmat qilib kelyapsiz. San'atkorlar mana qo'shiqlarni joylab, ijodkorlarda qolaversa ko'pchiliklarga yaxshi keladi. Bu sizni balkim sizga bu narsa hech narsa bermas, lekin bularga ko'maklashganingiz bitta katta bir yutuq san'atkorlar uchun. Boringizga shukur, tinch bo'ling. Mana yoshlar ko'pini ko'ring, oilangiz baxtiga omon bo'ling. Hamisha oqibatimizga ko'z tegmasin. Xudo xohlasa bundan keyin ham birgalikda yonma-yon turib, yaxshi kunlarimizda birgalikda bo'lgan kunlar bo'lsin. Hurmat bilan Elyorbek. Assalomu alaykum azizlar va bizni qadrdonimiz Oq ko'ngil uz kanalini admini yaqinimiz akamiz Azizbek aka, bugungi tavallud kun muborak bo'lsin aka. Umringiz uzoq bo'lsin, iloyim oilangiz baxtiga, yaqinlaringiz baxtiga, sog' salomat bo'ling. Ishlaringizga Alloh o'zi rivoj bersin. Oq ko'ngil uz kanaliga omad tilayman. Bundanda yuqori cho'qqilarga, yutuqlarga ega bo'ling aka. Sog' bo'ling akam, salomat bo'ling. Tabriklayman yana bir bor.